Lekin biz buni vash ketkizolmayapti-yu. Voy, o'rtoqlar, bu videoni sirojli tadbirkor akalar yuborib qo'yamiz. Ko'rayotganingizdek bizda printer apparatda moshnis kelgan. O'rtoqlar, ko'rayotganingizdek qog'oz, kiyim, baklashka, shisha, temir idish, любой narsaga o'rtoqlar raspechatga qilib chiqarsanglar bo'ladi. Xullas ko'rayotganingizdek o'rtoqlar mana. Qaranglar, buni tushiramiz. Nima deyapti? Material umuman ketmaydi, ko'rasizlar mana. Umuman ketmaydi. Yokida baklashga kim soch qilmoqchimisizlar, qaranglar. Haqiqatan moshni narsa. Xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. QR kod deysizlarmi, sanad deysizlarmi? Bu narsani o'rtoqlar umuman o'chirib bo'lmaydi, ketmaydi mana. Plastik o'zini ustini ish qilaman. Umuman ketmaydi. Mini printer keladigan bo'lsa, komplektda o'zini ruchkasi bo'ladi. O'rtoqlar eng zo'r tomoni qaranglar. Redaktorga kirasizlar. Mana mana bundan xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Undan tashqari rasm ham qo'ysanglar bo'ladi. Oddiy misol ko'rayotganingizdek biz QR kod bilan mana bunaqa stiker qo'yib qo'yganmiz. Xohlagan QR kodlarni kirgizib turib, skaner qildiradigan qilsanglar ham bo'ladi. O'rtoqlar polностью tablo orqali xohlagan yozuvlarni yozib turib tushaverasizlar. Buni o'rtoqlar kraskasi alohida yechma bo'ladi. Kraskasi tugab qoladigan bo'lsa, qayerdan olaman deyotgan bo'lsanglar, bizda bor kraskasini bemalol olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xullas bitta kraskasi sizlarga ancha xizmat qiladi o'rtoqlar. Nima bo'lgan taqdirda ham bitta olib qo'ysanglar o'rtoqlar biznesingizga haqiqatan plyus olib keladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kimga agar narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga printer so'zini yozib qoldiradigan bo'lsanglar, direktinglarga rasm bilan narxini tashlab beramiz.